Assalamu alaykum hörmətli televizor görgücülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş gəlibsizlər. Mən riyasətçi İftixar Abdurşid. Mən riyasətçi Zümrətay Erkin. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızdan təfsilatı bolsun. Xitay işğalı ostida turayotgan vatanimiz Sharq Turkistonning markazi Urumchida yuz bergan 5-yil qirg'inchiligi Uyg'ur xalqining yaqin zamon tarixidagi eng dahshatli kunlardan biri. Bu qirg'inchilikda 3000 dan ortiq Uyg'ur Xitoy armiya va soqchilari Xitoy fuqarolari tomonidan shahid qilingan. 10 mingdan jiq kishi tutqun qilingan. Lekin Xitoy hukumatining xalqaro jamiyatga oshkorilgan statistikasida vaqada 197 kishi o'lgan, 1721 kishi yaralangan deb e'lon qilgan. Shundaqla bu o'lgan va yaralanganlarning ko'pinchisini Xitoy fuqarolari deb e'lon qilgan edi. Bu qirg'inchilikdan keyin 7-iyul kuni atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoning muavin raisi Wang Luchanning kuch kiritishi bilan qo'llariga qilich, kaltak, to'qmoq va mixliq temir kaltaklarni olgan minglagan Xitoylar va puxroch kiyingan Xitoy askarlari Bingtuanning qurolli qismlari Urumchi ko'chalarida oldiga uchirgan Uyg'urlarni vahshiylarcha urib o'ldirgan. Bu yil 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 15-yili bo'lib, muhojiratlik Uyg'urlar dunyoning har qaysi joylarida shahidlarni eslash va Xitoyning Sharq Turkistonning markazi Urumchida ilib borgan bu qonli qirg'inchilikni la'natlash va bu qirg'inchilikni Uyg'ur xalqining mangu unutib qolmaydiganligini bildirib, namoyishlar ilib borgan. 5-yil Urumchi qirg'inchiligi munosabati bilan 5-yil kuni Shvetsariyaning Janva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oldida Dunyo Uyg'ur Qurultayı Uyg'ur Hərəkət Təşkilatı, Şvetsariya Uyg'ur Cəmiyyəti Urumchi qirg'inchiligining 15 yillik xotir kuni munosabati bilan birlashma namoyish o'tkazdi. Janvadagi BDT shtabi oldida o'tkazilgan bu namoyishga Malayziya Musulmonlar Harakati yoshlar tashkilotining raisi, Malayziya Oliy sudi muavin boshlig'i Muhit Xayrul Anvar Ismoil, Indoneziyadagi Musulmonlar tashkiloti ABIMning yoshlar tashkiloti bosh raisi, Dünya İslam İttifaqı Təşkilatı Indoneziya şöbisi yoshlar tashkilotining bosh kotibi Adlan Al-Milzah qatorliqlar Uyg'urlar bilan birga namoyish qatnashib, orqa-orqadan so'z qilib, o'zlarining buningdan keyin yana davomli Sharqi Janubiy Osiyo davlatlarida Uyg'urlarning ovozi bo'lishini davom qildiganligini bildirdi. Qozog'iston, Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati 5-yil Urumchi qirg'inchilik munosabati bilan Qirg'izistondagi Uyg'urlar bir yerga yig'ilib, Urumchi qirg'inchiligida shahid bo'lgan qarindoshlarimiz uchun xatmi Qur'on qilib duo qilishdi. Istanbul, Anqara qatorliq shaharlarda namoyish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazilgan. Anqarada Dunyo Uyg'ur Qurultayı vaqfisi, Uyg'ur Akademiyasi vaqfisi va Sharq Turkiston tadqiqot vaqfisining birlashib tashkillashida axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazilgan. Buningdan boshqa yana Kanada, Avstraliyadagi Uyg'ur jamoati qattiq yomg'irga qaramay Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Xitoyning 5-yil kuni Sharq Turkistonning markazi Urumchida ilib borgan qonli qirg'inchilikni la'natlab namoyishlar o'tkazgan. Buningdan boshqa yana Yaponiya, Shvetsiya, Belgiya, Germaniya, Fransiya, Norvegiya, Amerika, Avstriya va Gollandiya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur jamoati keng ko'lamda namoyish, xatmi Qur'on, duo tilovat bilan 5-yil Urumchi qirg'inchiligini xotirlash va shahidlarga duo qilish faoliyatlarini o'tkazgan. 7-oyning 4-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 56-qatimliq yig'ini xulosalangan bo'lib, Xitoyning kishilik huquq jinoyatlari bo'libmi vatanimizda davomlashtirib kelayotgan insoniyat qarshi jinoyatlari kuchli tanqidga duch kelgan. Ammo Xitoy burunqi odati bo'yicha o'zini oqlashga kuchigan va BDT kishilik huquq kengashining Xitoydagi kishilik huquq ahvolini yaxshilash haqida o'tirib qo'ygan muhim takliflarni qabul qilmagan. 4-iyul Dunyo Uyg'ur Qurultayı, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur Hərəkət Təşkilatı qatorliq Uyg'ur tashkilotlari bilan birlikda kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti, Xalqaro qulluqqa qarshi turish tashkiloti qatorliq 30 necha tashkilot Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga birlashma bayonot sunib, Xitoyning kishilik huquq jinoyati qurboni bo'layotganlarning o'rtaq sadosini yetkazgan. Bayonotda Xitoyning davomli kishilik huquq jinoyati sodir qilayotganligi, Xitoydagi kishilik huquq qo'g'dag'uchilarga ziyonkashlik qilayotganligi, BDT kishilik huquq kengashi mutaxassislar guruhi tekshirgan ahvollar va bergan takliflarni Xitoyning qabul qilmaganligi tanqidlanib, mundaq deyilgan. Afsuslanganimiz shuki, Xitoy 30% taklifni rad qildi. Bu takliflar Uyg'urlar, Tibetlar, Hongkongliklar, kishilik huquq qo'g'dag'uchilari, advokatlar, muxbirlar duch kelgan zulm bilan munosabatlik. Bu takliflarning rad qilinish nisbati 5 yil burun 18% dan oshdi. Demak, Xitoy kishilik huquq prinsiplarini oshkor ko'zga ilmadi. Bayonot yana nurg'un davlatlar, jumladan Janubiy yarim shardagi davlatlarning BDT o'tirib qo'ygan takliflarini ishga oshirish haqidagi chaqiriqlarini Xitoyning rad qilganligi ayblangan. Xitoyning yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining cheklimsiz holda Xitoyga kirib amaliy ahvolni tekshirishga munosabatli chaqiriqlarga pisand qilmaganligi tanqidlanib,
Xitoyda agar kishilik huquq dafsanchilik yuz bermagan bo'lsa, Xitoy Nemishqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining 15 turlik alayda ziyorat talabini qabul qilmaydi deb savol qo'yilgan. Bayonotning oxirida mundaq deyilgan: Biz hozir to'rt ko'cha eg'izda turyapmiz. Biz Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq sistemasiga haqiqiy yo'sinda qatnashib, unumli islohot ilib berib, barliq kishilarni inson huquqidan bahramon qilishga kafolatli qilishga chaqiramiz. BDT kishilik huquq ishxonasining doklati, BDT ahdnomasi va BDT doklatidagi takliflar oshu jiddiy talab uchun nishon belgilab berdi. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kundalik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduk. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'linglar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayri xo'sh. John.